alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana shu mega vitamin mahsulotimizdan yaxshi natija olgan opa keldilar. Opa, buni farzandingizga bergan ekansiz. Qanaqa natija olgansiz? Men bu mega vitaminni oldin ham olgan edim, yana bir marta keldim olishga. Bundan yaxshi natija kutdik. Farzandim bo'ylari o'sdi, ko'proq abituriyent farzandimga bergandim. Xotira mustahkamlandi, bo'ylari o'sdi. Yaxshi natija oldim, yana bir marta olgani keldim. Ha, hozir ham olib ketsa? Yana olib ketyapman. Va yana mana bu Trigelim mahsulotidan ham farzandimga ichirganman dedingiz. Bundan qanaqa natija olgansiz? Trigelimdan oldin ham foydalanganman, yana bir marta olgani keldim. Yaxshi natija oldim. Ishonchli mahsulot bo'lgani uchun yana keldim. Ha, kechasi tushganiga o'zingiz guvoh bo'lgansiz. O'zim guvoh bo'lganman. Yana bir marta keldim, natija yomon emas, yaxshi. Men doim shu Sibirskiy mahsulotlariga foydalanib yuraman. Kalsiylardan ham olib ichirib turaman buni. Ha, kalsiylardan yaxshi natija olgansiz. Yaxshi natija olganman. Qon ko'paytiradigan mama bokslardan ham olganman. Natija uchun rahmat opa. Xursandman bu Sibirskiydan mahsulotlaridan. Rahmat. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Rahmat opa.